2026-yil yanvar sanasida yong'oq ko'chatlarimiz sotishga tayyor. Xudo xolasa 30 ming dona yetishtirib qo'yganmiz yong'oq ko'chatlaridan. Holatlar yaxshi, mevaga kirgan, hammasi shoqlagan. Juda zo'r sorti, ideal yong'oqdan boqqanlar biladi buni qanaqa sortligini. Holatlar yaxshi, shanslik, dehqonchilik. Xudo xolasa mana ideal yong'oq ko'chatimizning mevalari. Xudo xolasa 2026-yil fevral oyida yong'oq ko'chatlarimizni ekamiz. Bu yong'oq ko'chatlarimiz 2027-yil noyabr sanasiga xudo xolasa tayyor bo'ladi sotishga. Ko'chatlarimiz yaxshi, ishonarli. Mana mevalarni ham ko'rishlaring mumkin. Oq mag'iz, yupqa po'choq bo'ladi. Juda zo'r yong'oq. Bundan boqqanlar biladi bu ideal yong'oq ko'chatini. Hosildor bo'ladi. Kimga buni ko'chatlardan zarur bo'lsa 91lik 657 22 27 raqamlarga aloqa chiqishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.